Befarq bo'lmagan fuqarolardan kelib tushgan xabar asosida olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida poytaxt hududida giyohvandlik vositalarini targ'ib qiluvchi narkografitilarni tarqatish holati yuzasidan tezkor tadbirlar o'tkazildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir davomida Yunusobod tumani hududida elektr tokining tayanch ustunlariga Rossiyadagi ish haftasiga $1000, bizga Telegramdan yoz QR kod ko'rinishidagi yozuvlar yopishtirilganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu yozuvlarni Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasasining 2 nafar talabasi yopishtirgani aniqlandi. 2005 va 2006 yilda tug'ilgan ushbu shaxslar tungi soat 23:30 larda flayerlarni yopishtirib yurgan vaqtda qo'lga olindi. Yigitlar Telegram ijtimoiy tarmog'idagi notanish shaxs bilan muloqotga kirishib, flyer tarqatish orqali har biriga 2000 so'mdan pul ishlashga kelishgan. Yunusobod tumani hududida ular tomonidan yopishtirib chiqilgan 80 dona flyer aniqlanib yo'q qilindi. Ushlangan shaxslarning xatti-harakatlari yuzasidan ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 56-2 moddasi asosida hujjatlar rasmiylashtirildi. Ushbu moddaga muvofiq giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravaridan 150 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 150 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoxud huquqbuzarlik ashyolarni musodara qilib 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Agar ushbu huquqbuzarlik ma'muriy javobgarlik qo'llanilgandan so'ng yana takrorlansa, jinoiy javobgarlik belgilangan. Maksim Gorkiy Buyuk yo'l tarafda telefonni tuzatib turdim. Birdan o'rtog'im kelib qoldi orqamdan. Shu yerda ish topdim, e'lon yopishtirish kerak ekan dedi. Bu ishni Telegramdan topgan u. Varaqlarni stalbalarga, podyezdlarga, ko'proq odam yuradigan joylarga yopishtirib chiqdik. Chiqqandan keyin qanday qarindoshlar ko'ziga, otaning ko'ziga qanday qarayman? Umuman meni joyim emas bu yer. Men o'zim bilmay qoldim. Bu birinchisi ham oxirgisi ham bo'ladi. Men bundan keyin hamisha bunaqa ishlar qilmayman, tarqatmayman hamisha. Bu kabi holatlarni oldin olish maqsadida Narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan oliy ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, talabalar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. So'nggi vaqtlarda respublikada giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni targ'ib qiluvchi mahsulot tayyorlash, tarqatish va reklama qilish bilan bog'liq huquqbuzarliklar soni ortib bormoqda. Mazkur huquqbuzarliklar asosan yoshlar tomonidan sodir etilayotgan bo'lib, bunga ularning o'z qilmishlarini salbiy oqibatini anglab yetmayotganliklari, ayrim hollarda esa ota-onalarning o'z farzandlarini nazoratsiz qoldirayotganliklari sabab bo'lmoqda. O'zini shubhali tutib, turli joylarga, ayniqsa devor yoki beton simyog'ochlar turli yozuvlarni yozayotgan, fana joydan biror narsa olayotgan yoki yashayotgan shaxslarni ko'rsangiz, zudlik bilan 102 raqamlari orqali xabar bering. Unutmang, bunday holatlarda narkotiklar yoki ularni olish mumkin bo'lgan internet manzillar tarqatilayotgan bo'lishi mumkin. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizni bu kabi holatlarda ogohlikka chaqiramiz hamda Telegramda Stop Narkobot orqali narkografitilar chizilgan manzillar haqida ma'lumotlarni qoldirishingizni so'raymiz. Yoshlarni giyohvandlikdan birgalikda asraymiz.